Mana bunday negativchilar yozaversin. Men video qo'shdan charchamayman qizlar. Haliyam meni videolarimga obuna bo'lmay ko'rib o'tiribsizmi? Obuna bo'ling tez. Mana yerda qizil plus bor-ku, shu plus bosamiz, like bosamiz, kommentariy yozamiz va pastda bayroqcha bor. Shu bayroqchani bosib qo'yamiz va do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Sizlarga yana bitta narsa aytib chiqyapman. Ramashka choy damladim kechki paytga. U nima xususiyatga ega? Yaxshi uxlaysiz, uyqungizni yaxshi qiladi, miyangiz tinchlanadi. Ertalabda men ko'proq nonushta qilishimdan oldin qaynagan suv ichaman. Nima uchun yaxshi? Ichingizni yumshatadi va qabziyatni yo'qotadi. Ichingizni tozalaydi. Ko'proq ko'k choy ichaman, ramashka suv ichaman. Sizlar kommentariyaga yozinglar, qandaqa choylardan ichasizlar. Va mana bundan negativ yozayotganlarga Alloh o'zi insof bersin. Yaxshi kommentariy yozayotganlarga kattakon rahmat deyman sizlarga. Tez obuna bo'lib qo'yimga kutaman.